Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Anxoruzda futbol haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz vatandan olisda Turkiyada istiqomat qilayotgan Turkiyaning mashhur futbol klublaridan biri Altın Ordu komandasida fitnes murabbiylik faoliyatini olib borayotgan asli o'zbekistonlik Kamran Ibrohim bo'ladi. Kamran, assalomu alaykum. Anxoruz studiyasida xush ko'rdik. Alaykum salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugun tomoshabinlarga siz haqingizda man qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tib ketishni joiz bildim. Ayni bugungi suhbatni ma'lum bir ma'noda majoziy tomonlari ham bor. Suhbatimiz bugun Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilishga tayyor turgan O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinidan avval yoki o'yini davomida Anxoruzning YouTube sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarida efir yuzini ko'radi. Shu sababdan sizni ham ayni tomoshabinlarimizga tanishtirib o'tishimiz lozim. Kamran Ibrohim 1997-yilda Farg'ona viloyati Qirguli mavzesida tavallud topgan. Millati turk, asli familiyasi Sabirov. Bugungi kunda Turkiya fuqaroligiga ega va Turkiyadagi futbol akademiyalaridan, futbol komandalaridan biri. Altın Ordu'da uzoq yillardan buyon o'z murabbiylik faoliyatini olib boradi. Albatta u bolaligidan futbolchi bo'lishni orzu qilgan, biroq Turkiyaga ko'chib o'tgandan keyin undagi bu orzuni amalga oshirishda birozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Shu sababdan futbolni tashlamagan, biroq bugungi kunda murabbiy sifatida ayni yoshlarga va tengdoshlariga futbol uchun kerak bo'ladigan maslahatlarni, sir asrorlarni o'rgatib kelmoqda. Kamran, keling, bugun futbol siz uchun qanday boshlangani, bu shunchaki qiziqish bo'lganmi yoki mana shu yo'nalishni kasb qilib olishni maqsad qilganmiz? Ayni bolalikdagi xotiralardan boshlaymiz. Ana undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat katta gap berganingiz uchun. Futbolimiz shuna boshladi. Bir ko'p futbolistlarga o'xshab ko'chadan boshladi o'ynashda. Mahalla oralarida, maktablarda, toshda, asfaltda, qumda, hamma yoqda o'ynagani boshlaganmiz. Aha. Yosh bola. 2005-yilda boshladim futbolga. Ko'chada o'ynashga. Keyin 2006-da dekabr oyi edi. O'sha oyda mani opoqim bilan Timur Kapadzeni dadasi bo'ladi, Tohir Kapadze, e, yaxshigina o'rtaq o'tirishlarga borib o'tirisharlardi. Men ham o'sha payt Timur Kapadzeni o'zini ham ko'rardim televizorda o'yinlarini. Juda ham xursand bo'lardim televizorda ko'rganimda. O'sha payt opog'imga aytganimda mani komandaga yo'naltirish uchun yordam berishsin deb bir rijoda bulundim. O'sha payt keyin Tohir Kapadze bilan o'tirib gaplashganmiz. Mani 2006-yilda dekabr oyida Deshu degan детский спортивный shkola bor edi. Ashetga yo'nlantirilgan. O'zini ham o'g'li bor edi, ikkinchi o'g'il, uchinchi o'g'li. Uni ham oti Kamron. O'shan bilan birga trenirovkalarga boshlaganmiz. Keyin u ketgan. Ashna bo'lib man shu yerda qolganman. Birinchi trenerim shu yerda Ruslan aka. Ruslan trener. Juda ham yaxshi ko'rardim o'sha payt. Kichkina edik, zo'r trener edi. Yoqardi. Demak, Keyin o'shandan mashg'ulotlari. keyin mashg'ulotlar yoqardi, xarakteri zo'r edi, disiplina bor edi. O'shanisi juda ham yoqardi menga. Men ham o'shanga qarab dars olardim undan. Keyingi paytlarda Neftchiga o'tish bir vaziyatim bo'lib qolgan. O'shanda ham 2011-yilda Neftchiga o'tganman. Baxtiyor Usmonovich trenerimiz bor edi. Battan ularga salomlar. Ruslan trenerga ham salomlar. Agar ko'rishayotgan bo'lsa, man uzun yillar bilan umuman gaplashganim yo'q. Irtibotimiz uzilib qoldi. E, Agar ko'rishayotgan bo'lsa, mana shu yerdan ularga salomlar. 2011-yilda Neftchiga o'tgandan keyin 2013-yilgacha, 2014-yilgacha Neftchini jamoasida o'ynab turdik. Dublda pasi bo'ladi kichkinalar. Mhm. O'sha payt 14, 15, 16 yoshimda edim. Neftchida o'ynab turdik. Keyin ba'zi vazifalardan o'tgan Turkiyaga kelish
niyatimiz bo'lishdi. O'shanda ham kelganimizda bitta komandalar bilan irtibotga o'tdik. O'sha Galatasarayda akademiyasi e, biz bilan telefon bilan gaplashdi, chaqirdi. Oilam ham ketgim kelyapti dedi. O'shan bilan birga ketdik. Baqa keldik Turkiyaga. Istanbul Galatasaray akademiyasi e, ba'zi narsalar bilan bo'lmadi. Dokumentlar bilan problema chiqdi. Transferim bo'lmadi. E, Uzilib qoldi. Ashna bo'lib qolgandan keyin bir yilcha ora berdim. Futbol o'ynaganim yo'q edi. Keyin Lyubitskiy futbolga qaytdim. O'sha yerda Turkiyada 7 yil, 8 yil bo'yicha Lyubitskiy futbolda o'ynab, keyin universitetga kirish paytim kelgandi. Universitet paytimga kirishda Bursa Uludağ universiteti trenerskiy e, bo'limi bor edi. O'sha yerga Murabbiylik bo'limi. kirdim. Da. Mhm. O'sha yerda 4 yilimi o'qidim trenerskiyga. Ham fitness, ham futbol tomonidan o'zimni rivojlantirdim. Rivojlantirganimda universitet birga ketganimda bitta trenerchilikka boshladim. Lyubitskiy komandada. 4 yil ishladim Lyubitskiy komandada. Keyingi safarda bir yillik Bursa Spor akademiyasida ishlagan paytim bor edi. Keyin pandemiya boshladi. Hamma yoq bekildi. Bir yarim yil futbol o'ynanmadi umuman. Akademiya qisqadida. O'shandan keyin man universitetni bitirdim. Orqasidan magistraturaga kirdim. Attayam trenerskiy bo'limdan rivojlantirib o'zimni fitness ham futbol bilan birga. E, O'sha paytda manga Oltin O'rda taklif qildi Akademiya U15da fitness trener bo'lishga. O'sha payt kirdim man. E, Magistraturamni bitirdim. Haliyam Oltin O'rda davom qilyapman. Hozirgi paytda doktoranturaga kirganman trenerskiy yo'nalishda. Fitness trener, futbol ikkalasini birga yurishtirib hozir davom qilmoqdaman. Rahmat ma'lumotlar uchun. Man suhbatda avvalida yana tomoshabinlarga eslatib o'tmoqchiman. Kamron 12-13 yoshigacha O'zbekistonda yashagan, O'zbekistonda tug'ilgan, e, maktabda rus tili sinfida ta'lim olgan, o'zbek tilini mahallada do'stlari bilan o'rgangan va muloqotlari asosan rus va o'zbek tillarida bo'lgan. Hozirgi paytda esa salkam 13 yilga yaqin vaqt davomida Turkiyada yashab, lekin hali ham O'zbekistonga bo'lgan muhabbati yuqoriligi sababdan suhbatimiz bugun ayni o'zbek tilida amalga oshiriladi va e, orada qandaydir bir rus tiliga yoki turk tiliga ketib qoladigan bo'lsa, buni biz oddiy qabul qilishimiz lozim deb o'ylayman. Sababi ushbu Iltimos. yerda bugun muloqot albatta har bir insonni biroz chalg'itishi mumkin, lekin biz imkon doirasida to'liq suhbatni mana o'zbek tilida amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Endi to'g'ri 12 yil davomida ayrim so'zlar unutiladi, muloqotlar kam bo'lgan. Va buni man tomoshabinlarimizga ham to'g'ri qabul qilishlarini iltimos qilaman. Va navbatdagi savol manda Kamron, man bolaligingizdan sizni taniyman. Bolalik paytingizdan aytardingiz, man futbolist bo'laman, xudo xohlasa. Va bilasizmi, mani har doim menga faxr bo'ladigan narsa, man Timur Kapadze bilan qarindoshman. Mana shu jihati mani g'ururlantiradi va men ham ularga o'xshagan taniqli futbolist bo'lishni orzu qilaman degan gaplar bo'lardi. U kishini oilasi va ayniqsa otalari sizni futbolga kirib kelishingizda qanday o'rin tutgan? Mana suhbatni avvalida aytib o'tdingiz, opoqiz va Timur akani dadalari Tohir aka, bular adashmasam ular qarindosh, ular yaqin E, do'st. Uzoqdan qarindosh. Bitta joydan kelganmiz. Sovetskiy Soyuz paytida 1942da O'zbekistonga kelgan turklar Farg'ona viloyatiga joylashgan. O'shandan keyin hamma bitta joyda qolgandan keyin, tabii bu paytda Qozog'iston, Qirg'izistonga ham ketganlar bo'lgan, ammo lekin Hı hı. Kapadze oilasi, bizni oilamiz Farg'ona viloyatiga joylashgan, yashagani davom ettirishgan. Tohir Kapadze ham o'zi ham zamonida Sovetskiy Soyuzda futbol o'ynagan.
Videolari yo'q, ammo o'sha payt prямой efirlar bo'lmagan paytlarida, texnologiya bo'lmagan paytlarda ko'rishga niyatimiz bor edi, ammo bo'lmadi. Umuman Tohir akani, Timur akani dadalarini sizni hayotingizdagi o'zgarishlarga bo'lgan bir yordami turtkisi qanaqa bo'lgan? Mani professionalga joylashtirgan. Mashina qilsang, mashina bo'ladi deb mana To'g'ri shu yo'llardan yo'nalishlarni bergan. o'tishga yo'naltishgan. Man unchalik bilmaganman. Atrofimda ham unaqa e, odamlar yo'q edi, lekin Tohir Kapalzi o'sha payt battan ham rahmat tilayman, salomlar tilayman. Kattagina o'zini mani ustimda foydalari ko'p bo'lgan. Kattagina rahmat tilayman yana bir marta. Yordam Beshchada bergan. boshladik. Mhm. Umuman mana shu neftchidagi faoliyat qanaqa bo'lgan? Kamron sizda? Neftchidagi faoliyat shunaqa bo'lgan. Beshchada komandaga qaraganda tepadagi komandasi bo'lmagani uchun altdan rivojlanish уже bo'lmasdi. 12-13 yoshgacha ana shu yerda trenirovkalarni davom ettirib, ana shu yerda o'ynab, keyingi bosqichga o'tib, yana ham tepaga o'ynash uchun Neftchiga o'tish paytim bo'lgan. O'shanda ham o'tganimda qiyinchilik yashaganman. Chunki adaptasion nimasi bor edi, Moslashish jarayoni qiyinchiligi. bor edi. Boshqa bolalar, boshqa komanda, boshqa bir yil qiyin bo'lgan, lekin keyingi safarda ikkinchi, uchinchi yilda o'zimni yaxshigina rivojlantirib, trenirovkalarimni qilib, bitta urovengga olib kelganman. Hayolimda Neftchida o'ynash bor edi. O'shandan keyin sborniga chiqib, O'zbekiston bayrog'ini tepaga chiqarib, davomli Faoliyat natijalarni yuritmoqchisiz. yaxshi berish niyatim bor bo'lgan o'sha paytlari. Afsus, Turkiyaga kelish vaziyatimiz bo'lishgandi. O'shandan keyin mechtamiz, xayolimiz ana shu yerda qoldi deylik. Ammo yuragimda hali ham mana shu yerda turgan. Futbolga bo'lgan ishtiyoq, qiziqish baribir bor. Man qo'shimcha savol bermoqchi edim. Aynan nima sabab bo'ldi Turkiyada murabbiylikni tanlashingizga, murabbiylik yo'nalishini tanlashingizga? Endi qisqacha Turkiyada aytib ketdingiz. futbolni futbol o'ynagan uchun keldik. Galatasaray akademiyasi bo'lmadi. Dokumentlarda problema chiqqandan keyin e, moralni tushdim. Moralni tushganim uchun bir yil futbol o'ynamadim. Xato qildim mana shu yerda. Hozir tan olaman, chunki o'sha payt kichkina edim. E, Razumiya ishlamagan. Hozircha katta bo'lgan sari odamlar o'zidan o'zi tajriba yutgandan keyin уже o'sha paytlar obratni kelmaydi. Man ham futbolni ichida qolish niyatim bor. Futbolni juda ham yaxshi ko'rardim. O'ynagan paytimda ham, hozir ham. Futbolda qolish niyatim bor edi. Futbolist mechtalarimni qilolmadim. Ammo trenerskiy mechtalarim boshlandi. Man dedim bu ishni trenerskiy tarafida ham qilmoqchiman. Futbolist paytida mechtalarim bor edi sborniga chiqish. Hozir trenerskiyda mechtalarim bor. O'shani e, qilish uchun qo'limdan kelgancha hamma yoqda qilyapman. Hozir o'qish bo'lsin, tajribalar bo'lsin, komanda bo'lsin. Qo'limdan kelgancha e, yoshlik paytimda qilgan xatolarimni hozir kamaytirib tepaga chiqish niyatim bor. Mana yaqinda siz bilan mani Turkiyaga bo'lgan safarimda biz uchrashdik, ko'rishdik. Ayni faoliyat olib borayotgan futbol akademiyasi, fitnes maktabi bilan, umuman fitnes zallari bilan, e, hamkasblaringiz bilan, o'quvchilaringiz bilan man o'zim suhbatda bo'ldimda va mana shu yerda e'tiborimni tortgan narsa bu sizdagi sertifikatlar. Hozir mani bilishim bo'yicha UEFA S litsenziyasiga egasiz va ayni mana shu UEFA Fitness bo'yicha B toifasidagi sertifikatni ham olishingizga ozgina qoldi. O'zi o'zbek futboliga qanday bilim va yondashuv bugun kerak va ayni mana shunday sertifikatga ega mutaxassislar O'zbekistonda ham bormi, bilasizmi? Yoki bu sertifikatlarni o'zi murabbiylarga berilishidan ko'zlangan maqsad nima? Nimalarni ifodalaydi bu sertifikat? Boshdan
aytaylik. Aynı zamanda Türkiye Fitness Federatsiyani qisqochida e, 3-o'rinda diplomam bor. Aha. O'shani orqasidan ular kelgani boshladi. Birinchi uni oldim. Keyin UEFA C, hozir UEFA Fitness B'ga e, murojaatimni qildim. Hozir ishlayishda. E, Qisqa vaqtda o'shani ham tugatamiz, xudo xohlasa. Keyingi vazifaga o'tamiz. UEFA B, UEFA A'ga, UEFA Pro'gacha chiqish niyatlarim bor. Balkim hozir fitness trener bo'lib boshladim bu karyeramda, lekin mani asosiy karyeram glavniy trener bo'lish. O'shatgacha vaqt hali bor. E, Oldinda ko'p vaqtimiz bor. O'shaning uchun man sekin-sekin qadamlarni tepaga bitta-bitta chiqishni planirovkasini qilib, o'shanga qarab harakat qilyapman. Boshqa davlatlarda ham ayni futbol komandalarini kuzatasizlar. Endi murabbiysizlar, ularda texnika qanaqa, taktika qanaqa, futbolistlar bilan qanaqa ishlashadi, futbolistlarni qanday rivojlantirishadi, bu yo'nalishlarda ham o'ziga yarasha mashaqqati bor va sirlari bor. Aynan O'zbekistondagi hamkasblar faoliyatini ham kuzatasizmi? O'zbekistondagi jamoalar faoliyatini kuzatasizmi? Aynan O'zbekistonda bugun e, futbolistlarni futbol ichidagi fitnessdagi faoliyati qanaqa? Şimdi maçlar rivojlangan. Biz o'tgan yili Angliyaga bordik, Londonga. Chelsea'da turniri bor edi. Bizni chaqirdi, kelinglar sizlar ham o'ynanglar deb. O'sha yerda shtablarni ko'rdim, stadionlarni ko'rdim, fitness zallarini ko'rdim. E, Hozirgi paytda rostdan ham Angliya boshqa joyda, Turkiya boshqa joyda, O'zbekiston boshqa joyda. Ammo eskiga qaraganda oldin bunaqa narsalar yo'q edi. Naukaga qarab trenirovka qilishmas edi. Hamma bilgancha qilishardi. Oldin kitob bordi xolos, hozir internet bor. Trenerlar bilan suhbatlashib onlayn e, s- uroklariga borib o'zini rivojlantirish juda ham ko'paydi. Hozirgi ko'rganimcha e, naukaga qarab trenirovkalarni, programmalarni bir kunlik, bir haftalik, bir oylik, bir sezonlik, sezondan keyin, sezondan oldin nimalar qilish uchun fiz podgotovkalarini hammasini detalniy qilib bitta tabloga tuzib o'shanga qarab hozir ashna ketyapti. Oldin unaqa emas edi. Eslasalaring kerak, ba'zilarimiz bilsa kerak. Oldin yugur, razminka qil, futbolga o't bor edi. Hozir tamoman o'shalar tugayapti. Yo'q degan sari kamaydi. O'shaning uchun hozir fitness zallari bo'lsin, basseynlari bo'lsin, regeneratsion e, sovuq, issiq o'zini nima toparlash uchun o'yindan keyin futbolist o'zi charchaydi. O'sha charchagandan keyin nima qilish kerak? Oldin o'yin bo'lardi, o'yindan keyin yana bitta trenovka bo'lardi. Trenovkada yana yugurtirishardi. Keyin travmalar ko'payardi. Keyin futbolistni o'ynash vaqti qisqarib ketardi. Oldin 35 ga kelganda, 30 ga kelganda уже futboldan ajralib tashlash niyatlari bordi, ammo hozir ko'ryapsiz, e, eng buyuk primer Ronaldo 40 ga kirgan, lekin o'ziga boqib fitness trenirovkalarni qilib, fiz podgotovkalarni pitaniyasiga qarab, uxlashiga qarab dizayn qilib, o'shaning uchun hozir mana shu urinda o'ynab yuribdi. O'zimiz ham ko'rdik, kecha o'yini bordi, gol urdi 40 yoshida. Ammo oldin bunaqa emas edi. Hozir ashna rivojlanishlar bor. Naukaga qo'yib, qo'shib trenirovkalarni birlashtirib, texnika, taktikalarni o'shanga qarab yo'nlantirib, o'shanga qarab trenirovkalarni boshlash. Eng kichkina bir primer beraman. Oldin razminkada yugurish bor edi. Qo'llarni tort, oyoqni ko'tar, unaqa bunaqa. Hmm. Hozir ular уже kamaydi. Hozir misol beraylik, bitta komanda sxemasi 4-1-3-3 o'ynayapti. Hmm. O'shanga qarab trenovkani boshida razminkalarni ham o'shanga qarab qilish rejalashtirildi. Chunki e, mozg bitta narsani e, oldindan 2-3 minut, 5 minut, 10 minut, 15 minut tajriba qilgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tganda o'sha narsani qilishi oson bo'ladi. Texnika Hmm. taktikalarda bilasizki,
rosa ham ko'p vaqt oladi. O'sha vaqt olish adaptatsiyaga surinadi. O'shani adaptatsiyani vaqtini o'tkazmay razminkaga qo'shib billa sxemaga ko'ra razminka qilib, keyin asosiy trenirovkaga o'tgandan keyin oson chiqishlar bo'ladi. Ham vaqtdan tasarruf qilamiz, ham fizически charchamaydi. Boshqa narsalarni ham aytishga, analiz berishga ham ulguramiz. E, Qisqachasi mana shunaqa ketadi. Detalni aytib bermay, vaqtingizni olmay. Yaxshi, Qisqacha ma'lumot mana uchun shunaqa. rahmat. Umuman, Kamron, bugun mana O'zbekistonda ham futbol ancha rivojlanish bosqichida, oldingiga qaraganda. Da. Masalan, bir necha yillar oldin hech bo'lmasa mana Hojiboy Tojiboyev rahmatli ham o'zini konsertlarida kuldirardi. Hech bo'lmasa Parijga borib muzqaymoq yeb kelaylik, yo'y jahon chempionatiga chiqinglar degan gaplar bo'lardi. Mana bugun amalga oshyapti mana shu jarayon. Agar bugungi o'yin Birlashgan Arab Amirliklari bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtasida o'tadigan murosasiz bahs durangmi yoki O'zbekistonning foydasiga g'alaba bilanmi yakunlansa, ular to'g'ridan to'g'ri guruh bosqichidan chiqishadi. Bu degani jahon chempionatiga yo'llanma olishga katta bir imkoniyat bor degani. Bunga harakat qilayotgan O'zbekistondagi ayni futbol akademiyalari, komandalari, masalan, siz faoliyat olib borayotgan Oltin Ordu komandasi bilan taqqoslaydigan jamoalar bormi va O'zbekistondagi mana shu jamoada hamda Oltin Orduda e, tarbiyalanayotgan futbolistlarga yoshmi u birinchi ligami, super ligami, oliy liga darajasidami qanday imkoniyat, sharoitlar bor? Oltin Orduda qanday? O'zbekistondagi jamoalarda qanday? Bizni sistemamiz shunaqa ishlaydi. Bizni katta komandamiz A takım degan komandamiz Turkiyada ashna deyishadi. Ee, ikkinchi ligada o'ynaydi. Ikkinchi ligada play-off bosqichida birinchi ligaga chiqish uchun polfinalda yutqazdi. Bu maqsadda birinchi ligaga chiqish niyatlari ham bor edi. 2 yil oldin birinchi ligada edi, o'sha yerdan tushdilar. Lekin e, Oltin O'rduni o'zini tseli молодой futbolistlarni akademiyada chiqarib katta komandalarga, Fenerbahchega, Galatasarayga, tashqariga, Yevropalarga futbolist berish uchun vaziyat olingan. Bundan 12-13 yil avval Oltin O'rduni prezidenti boshladi mana shunaqa sistemaga o'tgani. Hozirgi futbolchilardan belki bilasiz, Cengiz Ünder Roma'ya ketgan, Marsilyada o'ynagan, hozir Fenerbahcheda o'ynayapti. U Oltin O'rdan chiqqan. Çağlar Soyuncu sentralniy защитникimiz bor. U ham hozir Fenerbahcheda o'ynaydi. Oldin Leicester City'da o'ynagan, Atletico Madridda o'ynagan. Mana shunaqa bir ko'p futbolistlarimiz ham bor. Yevropada o'ynab, keyin hozir Turkiyaga kelib, Turkiyada hozir Galatasarayda, Fenerbahcheda o'ynaganlar ham ko'p bor. Bizda U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 akademiyamiz bor. Ashetdan sborniy Tursiyaning kichkinalariga, akademiya komandalariga U19, U17, U16, U15 ga, U14 ga sborniyda kamida 7 ta 8 ta o'yinchi jo'natadi har yil. Hmm. O'zini bosqichida ham e, zo'r rivojlanyapti hozir. Mhm. Bizni niyatimiz ham o'sha futbolistlarni katta komandalarga chiqarib, o'sha yerdan davomini keltirish. E, Oltin O'rda niyati mana shunaqa. E, Shtabi, stadioni man sizga aytay, Izmirda 14 ta polyasi bor. Buni 9tasi искусственный polya, 3tasi oldingidagi o'ynaganimizda chim. Ichkarisida fitness saloni bo'lsin, futsal saloni bo'lsin, basseynlari bo'lsin, sovuq dushlari bo'lsin, sovuq xolodilniklari bor, bilasiz. Ochib kirasiz -200 darajada 1 minut turasiz, keyin chiqasiz. Ana shunaqa bir nimalarga sohib. Turkiyada unaqa stadioni bo'lgan, unaqa shtablari bo'lgan joylar afsus yo'q. Bitta xolos Oltin O'rda bor shular. Akademiya bo'yicha qaraganda e, undan tashqarisiga e, tashqariga qaraganda ham juda ham yaxshi. Hozir sborniyda, akademiya sborniyda o'yinlari Izmirda o'tadi, Oltin Hmm. O'rda stadionida. Hmm. O'shanaqa qilib ham foyda sog'laydi turk futboliga.
O'zbekistonda mana shu Oltin O'rdeni darajasidagi qaysi akademiya bor deb o'ylaysiz? O'yin bo'yichami aytyapsiz yoki stadion, fitnes Um- salonlari? Umumiy ma'noda. Umumiy qaraganda O'zbekiston oldinga qaraganda judayam zo'r rivojlanyapti. Oxirgi 10 yilda judayam zo'r natijalarni olyapmizki, ko'ryapmiz olimpik takımlar komandalari bo'lsin, U17, U16, U23 komandalari, sborniy, asosiy sborniyimiz, e, sentralniy защитникimizni bilasiz, Manchester City'ga transfer bo'ldi Husanov. Rosa xursand bo'ldim. Man marta trenovkada edim. Bizni futbolistlarimiz kelishdi, kichkina trener sizni O'zbekistondan, men siz Manchester City'ga Husanov degan o'yinchi o'tyapti, rosa xursand bo'lganman. Hmm. Qalbim har doim O'zbekistonda otadi. Turkiyada bo'lsam ham omad, lekin futbolist paytlayimda sellarim bordi. O'sha sellarni trenerskiyda qilmoqchiman. Niyatim bor. Agar oldin bu ishim nima keltiradi bilmayman, lekin O'zbekiston terma jamoasida qo'limdan kelguncha yordam berib trener bo'lgan niyatim bor. Endi mana shu savolga o'tmoqchi edim. Agar O'zbekistonga e, keling, to'g'ri, endi planni yuqori qo'yish kerak. Biz yuqoridan emas, quyiroqdan tushamiz. O'zbekistondagi mashhur komandalarda hozir akademiyalar bor. Birinchi, ikkinchi liga bor, super ligalar bor. Milliy terma jamoadan oldin. Mana shunday komandalardan taklif tushsa, Kamron Ibrohim nima deydi? Taklif tushsa, yuragimni qo'yib, birinchi samolyotda qo'naman Toshkentga. Demak, hali ham O'zbekistonga Niyatlarimiz bor. muhabbat, E, O'zbekistonga Ko'p komandalar bor. Oldindan qarasak, Paxtakor necha chempion bo'lgan, Bunyodkor, Paxtakor, oldin Lokomotiv bordi, hozircha pastga tushib ketdi. Qaragan paytlarimda Nasaf bor, Olmaliq bor, e, Neftchi, Qizilqum bor, Neftchi oxirgi paytda yana tepaga chiqqani boshladi. Birinchisiga tushdi, keyin yana muxlislari bilan birlashib tepaga chiqqani boshladi. Bilasizki, Neftchini muxlislari juda ham zo'r. Ichimda qoldi, lekin o'sha muxlislarni oldida bir futbol o'ynash niyatim bordi. Ee, Xudo xohlasa, agar ana shunaqa bir предложениялар bo'lsa, Neftchidan, Paxtakordan, Bunyodkordan, Olmaliqdan, Nasafdan qaytish reja bor. qaytish rejam bor. Kamron, bugun O'zbekiston milliy terma jamoasini oldida muhim o'yinlar turibdi. Ikkita. Buni bittasi bugun aynan Birlashgan Arab Amirliklarida, Birlashgan Arab Amirliklarini yashil maydonlarida o'tadi. Ikkinchisi esa 10 iyun kuni aynan Toshkent mezbonligida amalga oshiriladi Qatarga qarshi. Va mana shu o'yinlar oldidan baribir endi ikkala o'ynaydigan jamoalarni ham bilasiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida ma'lumotga egasiz. Qanday bir taxminlar bor? Mani ko'nglim O'zbekistondan yana yutish uchun yana shotni bilmayman, chunki futbol shunaqaki, shot haqida hech qachon ushlash Oldindan mumkin emas, bashorat qilish oldindan bilish mumkin emas. Lekin mani yuragim O'zbekiston yutishini xohlaymanki, ichimdan keladigan shot desangiz, 2-0 ga O'zbekiston yutadi deb o'ylayman. va jamoalarga agar ta'rif beradigan bo'lsangiz, qanaqa e, futbolistlarni imkoniyatdan kelib chiqib, masalan, O'zbekiston milliy terma jamoasini a'zolarini orasida dunyoni manaman degan komandalarida o'ynayotgan futbolistlar bor. Hujumchilar bor, himoyachilar bor. Birlashgan Arab Amirliklari jamoasidachi. Birlashgan Arab Emirliklari jamoasida ishaning, man yaqindan takip qilmaganman. E, Ko'pi Qatarda o'ynaydi, Arabistonda o'ynaydi, Yevropada o'ynagan Varatar bor shekilli. U ham yoshi kichkina, uni o'ynatishmayapti unchalik ko'rib qaraganda.
Lekin O'zbekistonda qaraganimizda Napadaashida, Shorameda, e, Himoyada, Ustanov, Ashurmatov, bilasizki CSKAda o'ynayapti, Rossiyada, Fayzullayev. Biror oldinga qaraganda hozir sostavlar, lekin jichchani kuchli oldin bilasiz Timur Kapadzelar bordi, Genrixlar bordi. O'sha paytlar Haydarovlar bordi. O'sha paytlar ham zo'r edi, lekin hozirgi payt ham boshqacha lekin. Bugun aynan O'zbekiston milliy terma jamoasiga biz ham Anhor Uz nomidan omad tilaymiz va bugungi o'yinni e, nasib qilsa birgalikda onlayn tomosha qilish imkoniyatimiz bor. Manda yana bitta savol bor. Agar sizga ertaga O'zbekistonda ishlash taklifi tushsa, terma jamoa yoki yoshlar jamoasi tarkibida qaysi jihatlarni o'zgartirishdan boshlagan bo'lardingiz? Ee, Niyatim bor. Agar unaqa takliflar kelsa juda ham xursand bo'laman. Mhm. Butun yuragimni qo'yib o'rtaga, qo'limdan nima kelayotgan bo'lsa hammasini joyiga keltirib, tajribalarimni, Turkiyada o'tgan tajribalarimni, Angliyaga borganimizdagi tajribalarimni O'zbekistonga o'tkazib, ana shu yerda o'zini bir sistemasini qurib, qo'limdan kelguncha rivojlantirib, urinni yana ham tepaga chiqarib, e, chempionat miralariga O'zbekistonni chiqarish niyatlari, akademiyada chempion bo'lishlari, fiz podgotovkalari, trenerskiy trenirovkalarini, dam olishlarini hammasini yaqin tarkibga olib, trenerskiy shtab bilan birga rejalashtirib, e, qo'lma-qo'l berib, O'zbekistonni tepaga chiqarib, go'zal natijalarni olish uchun qo'limdan kelguncha yordam beraman. Va oxirgi savol. Siz O'zbekiston futbolining kelajagini qanday ko'rasiz? Hamda o'zingizni unda qayerda ko'rasiz? Qaysi darajada ko'rasiz? Fitnes murabbiymi yoki futbol murabbiyi? Hozirgi futbol O'zbekistonda bilasiz, hani oldinga qaraganda yana ham uровень ko'p tepaga chiqyapti. Bu akademiya komandalarida ham bilinib turibdi, ko'rinib turibdi. Tepaga chiqishlari, chempion bo'lishlari, finalga, polfinallarga chiqishlari, hozirgi bugungi o'yinda yutsak, xudo xohlasa, sbornimizda chempionat mirada ko'rgimiz kelyapti 2026'da. Inshaalloh bo'ladi. Tüm yuraklar bilan ularni yonidaman. Oh, bo'lishiga qarasak, niyatim bor. Ishlash sborniyda bo'lsin, akademiyada bo'lsin. E, Asosiysi 10 yilga qolmay, O'zbekistondagi 10 yilga qolmay O'zbekiston dunyoda e, 5ta, 6ta sanalgan sbornilar orasiga kirishiga e, yuragimdan ishonaman. Rahmat Kamron. Hamma ma'lumotlar albatta bugun sizni o'zingizni faoliyatingizdan, umuman tashqaridan turib O'zbekistondagi futbol jamoalariga bo'lgan munosabat albatta boshqa trenerlarda ham agar ko'rsatuvni tomosha qilishsa e, o'zlarini Kamronni o'rnida ko'rishlari mumkin. Kamronni o'rniga qo'yib tashqaridan bir munosabat berishlari mumkin. To'g'ri, man futbol mutaxassisi emasman, man sport mutaxassisi emasman. Bu Astag'firullah. Anxoruzda bundan oldin ham futbol to'g'risida qiziqarli suhbatlar bo'lgan. Futbol ekspertlari bilan, masalan, xalqaro ekspert Alisher Nikimbayev bilan ham aynan futbol borasida muloqotlarni amalga oshirganmiz va bugun sekin-sekin Anhorda ham yosh futbolistlar bilan, yosh murabbiylar bilan suhbatlarni boshlashni reja qildik va mana shunday suhbatlarning eng birinchisi siz bilan amalga oshdi. Rahmat. Bugun milliy terma jamoa haqida gaplashdik. O'zbekistondagi futbol akademiyalarining faoliyatiga ham to'xtalib o'tdik. Mana yaqin orada O'zbekistondagi U17, U19 hamda U21 yoshdagi o'zbek futbolistlarini muhim o'yinlari, muhim uchrashuvlari ham bo'lib o'tdi. Kuni kecha Fransiya bilan o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekistonga endi aytamiz ozgina omad yetishmadi.
Man endi shunday tasavvur qilaman. Omad yetishmadi. Sizningcha qanday bo'ldi bu jarayon? Omad yetishmadi, 2-1 bo'ldi. Siz ham bilasiz, ko'rdingiz, ta'kid qildik, bizga qaradik. Yaxshigina tajriba bo'ldi, chunki Fransiyani U23 komandasi degani buni 7ta 8tasini hozir olib e, asosiy Fransiyani komandasiga qo'ysangiz o'ynaydigan odamlar ham bor. O'zbekistonda ham 7ta 8ta futbolistni olib asosiy komandaga qo'ysangiz o'ynaydiganlar ham bor. Yaxshigina tajriba bo'ldi. Ko'p mana shunaqa tovarskiy o'yinlar olishimiz kerak. O'zbekiston xalqi bo'yicha sborniyda Fransiya, Italiya, Ispaniya. Chunki yaxshi komandalar bilan o'ynasak rivojlanishimizni tushunaman man o'zimni e, nimamda. Yutqazdik, lekin o'zimizga yaxshigina bir tajriba bo'ldi. O'zimizni yana ham tepaga chiqarib trenovkalarimizni yaxshigina qilib, yana ham rivojlantirib, yana bir marta Tavaski match olganimizda ishonavering, man e, O'zbekistonga yutish uchun hech qanaqa problema bo'lmasligini tushunaman. Mana yaqinda U17 terma jamoa aynan yaqin orada ularda ham muhim o'yinlar, muhim uchrashuvlar bor. Ular ham hozir puxta tayyorgarlik ko'rishyapti. Aynan ushbu komandani murabbiyi Islom aka astoydil o'zini shogirdlarini yuqori natijalarga olib chiqishga harakat qilyapti. Bulardagi o'yinlarda, bulardagi mashg'ulotlarda ham ko'ryapsiz. Ularda qanaqa bir yutuq tomoni bor, qanday bir kamchiliklari bor. Islom akani trenerni man Turondan taniyman. Turon paytligida, chunki Turon Farg'ona viloyatini ichida edi. Yaqindan takip qilganman. O'sha paytlari ham Turon birinchi liga, ikkinchi ligadan birinchi liga, birinchi ligadan Superligaga chiqqan paytlarini ham esimga keltiryapman. Hozirgi paytda chiqargan futbolistlari ham hozir Superligada o'ynashyapti. Bulardan bittasi mani yaqin tanishim bor, Asadbek Qayumov, napadashi. U ham hozir o'ynayapti, ko'ryapman. Gollarni uryapti. Keyin yozyapti. Bunaqa sharoitlardan chiqib, pastdan chiqib, tepaga ketgan narsalarni yaxshi tajriba qilgani uchun Islom trenerga rostdan ham Abdushi man tabriklayman. Rostdan ham pastdan chiqqaningizga tepaga to'g'ri har doim Qiyinchilik bo'ladi. omad sizni yoningizda bo'ladi, insonlar sizni yoningizda bo'ladi. Chunki tashqarida odamlar tushunasiz, futbolistni psixologiyasidan tushunasiz. Chunki 17 yoshli futbolistlar e, Farg'onadan ham kelgan, Toshkentdan ham kelgan, Navoiydan ham kelgan, Nukusdan ham kelgan bolalar bo'ladi. O'shalarni birlashtirib, birgina komanda qilib, mana shunaqa natijalarni olganidan rostdan Adushi xursandman. Kattagina rahmat tilayman. Mana shunaqa e, vaziyatlar bizga yashatgani uchun. Rahmat Kamron. Tomoshabinlarga yana bir bor eslatib o'taman. Kamron asli farg'onalik, Farg'ona shahri Qirguli mavzesida tavallud topgan va Turkiyaga ketguniga qadar aynan O'zbekistonda dastlabki bosqich futbol maktabini o'rgangan va o'zini Turkiyadagi qator mashhur komandalarda rivojlantirib, bugun trenerlik faoliyatini amalga oshirilmoqda. Biz o'tgan safar mana shu bir hafta 10 kun bo'ldi Turkiyada Bursaga qilgan sayohatimizda u bilan ko'rishdik, mashg'ulot jarayonlari bilan tanishdik. Ko'rsatuv davomida aynan mana shu mashg'ulot jarayonlaridan videolarni ham sizlarga taqdim etdik. Aynan mana shu jarayonlar Kamron tomonidan aynan Turkiyadagi Oltin Ordu komandasida amalga oshirilayotgan ishlar. Agar O'zbekistondagi futbol akademiyalari, futbol jamoalaridan xoh u akademiyalar bo'lsin, birinchi, ikkinchi liga bo'lsin, xoh Superliga bo'lsin, qandaydir takliflar bo'lsa, Kamron takliflarni qabul qilishga tayyor va u O'zbekistondan mana shunday taklif bo'lishini kutmoqda. O'zbekistonga kelish asosiy orzusi va maqsadi. Bu yo'lda bizni mana shu intervyuimiz ozgina bo'lsa, turki bo'lsa, biz o'zimizni juda ham e, baxtli his qilamiz. Nimaga? Bugun O'zbekiston uchun kerak bo'ladigan kadr Turkiyada, Turkiyadagi jamoalarda mehnat faoliyatini olib bormoqda. Balki
uni O'zbekistonga olib kelish orqali ma'lum bir darajada yangi chiqayotgan yoshlar jamoalariga yoki amalda chempionlikni bermay kelayotgan birinchi, ikkinchi liga, Superligadagi jamoalarni aynan fitnes yo'nalishidagi mashg'ulotlarni rivojlantirishiga e, hissa qo'sha oladi degan bizni umidimiz bor. Bakalavr bosqichini yakunlagan, magistraturani tamomlagan va ayni paytda futbol hamda fitnes yo'nalishi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilish arafasida. Mana shunday mutaxassis o'ylaymanki, nafaqat Turkiyaga, O'zbekistonga ham kerak. Biz esa Kamronning aloqa ma'lumotlarini ekran ostida hamda materialda qoldiramiz. Bemalol o'zi bilan yoki Anxor.uz internet nashri bilan, qolaversa Karimovcha qarashlar loyihasi bilan bog'langan holda ham topishingiz mumkin. Kamronga esa bugungi qiziqarli suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman. Kamron, umid qilaman kelgusida yana siz bilan aynan mana shu yo'nalishda qiziqarli suhbatlarni amalga oshirib turamiz. Agar bugungi o'yin oldidan milliy terma jamoaga bo'lgan niyatlar, tilaklar bo'lsa yoki murojaatingiz bo'lsa, bemalol bildirishingiz mumkin. Mikrofon sizga, Anxoruz sizni bugun o'zbek futbolchilariga, futbol olamiga tanishtiradi. Oldindan sizga rahmat katta, Bobur aka. Mana shunaqa bir fursat berib, mani o'zimni tanishtirishga yordam berdingiz. E, Yana kichkina narsa aytaman. Agar O'zbekistondan bo'lsin, e, trenerlar mana bilan irtibotga o'tishsa, man trenirovkalariga ham yordamchi beraman. Uzoqda bo'lsa ham, lekin internetdan, kompyuterdan yoki telefondan aloqaga o'tishsa, man ularga trenirovka haqida qo'limdan kelguncha yordam beraman. Komanda, sborniy farqi yo'q. Qo'limdan kelguncha yordam berib, O'zbekistonda futbolni rivojlantirib, agar kichkinagina mandan bir foyda bo'layotgan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Futbol haqida bu O'zbekistonda irtibotga o'tishsa xursand bo'laman. Qo'limdan kelguncha yordam beraman. O'zbekistonga bugungi o'yinda ham Qatardagi bilan o'ynaydigan o'yinda ham e, omad tilayman. Inshaalloh yutamiz, yaxshi natija qilib 2026 Jahon chempionatiga, chempionatlarga chiqish orzularimizni bugun tamomlaymiz, Xudo xohlasa. E, Akademiyada o'ynagan futbolistlarga ham bir ikkita gapim bor. Hech qachon qo'llarni tushirmanglar, har doim natija qilib ustiga qo'yib, bo'lmayotgan bo'lsa ham Harakat tashamas qiling. turib, yana ham tepaga chiqib, yana ham ko'p ishlab, u yaxshigina urovinglarga chiqib, Manchester City'larda, Real Madridlarda, Barselonada ko'rish niyatlarimiz bo'lsin, Xudo xohlasa. Mani yaxshi tilaklarim bular. Omad tilayman O'zbekistondagi yurtdoshlarimizga. E, Rahmat tilayman. Sizga rahmat, sizni kanalingizga ham rahmat kattagina. Rahmat Kamron, suhbat uchun biz juda ham xursandmiz va umid qilamiz bugun O'zbekistonni chin ma'noda ham oldinga olib chiqadigan, ham ularni yana bir bor o'zbek futboli qay darajada rivojlanganini ko'rsatadigan muhim bir jarayon oldidamiz. Imkon bo'lsa mana shu futbolni balki mana shu suhbatni ko'rib bo'lishgandan so'ng tomosha qilishar, balki suhbatimiz aynan futbol ketayotgan paytda bo'lishi mumkin va umid qilaman bugun O'zbekistonning yuzi yorug' bo'lsin. Nafaqat bugun, hamisha o'zbek futboli xuddi sportning boshqa turlari kabi, boks, taekvondo va yana boshqa ko'plab sport turlarimiz kabi muvaffaqiyatli bo'lishini tilaymiz hamda milliy terma jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze boshchiligidagi jamoani bugungi o'yinlari chin ma'noda O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun chin ma'nodagi asosiy o'yinlardan biri bo'lsin va ularni omad hech qachon tark etmasin. Sizlarga esa bizni tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor eslatib o'taman, suhbatdoshimiz Kamran Ibrohim, Kamron Sobirov bo'ldi. Umuman kelgusi dasturlarimizda yana O'zbekistondagi yosh milliy futbolchilar haqida yoki futbol mutaxassislari bilan biz to'g'ridan to'g'ri suhbatlarni olib borishga harakat qilamiz va menga O'zbekistondagi
futbol to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni mandagi bor bazani boyitishda yordam bergani uchun Bunyodkor futbol akademiyasi o'yinchisi, tarbiyalanuvchisi Jahongir Fozilovga alohida minnatdorchilik bildirib o'tishni joiz deb bildim. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ham sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni, xoh futbol bo'lsin, xoh boks bo'lsin, aynan sport olamidagi ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz va jurnalist Bobur Karimov ayni bugungi dasturda O'zbekiston Turkiya o'rtasidagi Zoom orqali muloqotni amalga oshirdi. Kamron, yana bir bor sizga suhbat uchun alohida rahmat. Katta rahmat.